Attestatsiyaga tayyorgarlik boshlandi. Rektor o'rinbosarlari, tarbiyachilar va o'rta maxsus tarbiyachilar uchun yopiq guruhimizda kuzgi attestatsiya jarayoniga tayyorgarligimiz boshlandi. Guruhlarimiz 2022-yildan o'z ish faoliyatini boshlagan. Endi siz attestatsiyadan eng yuqori ballar bilan o'tishingiz mumkin, chunki sizga bunda guruhlarimiz yordam beradi. Guruhlarimizni sizga tanishtiraman. Qonun qarorlar guruhimiz. Bunda siz xohlagan qonun qarorlaringizni o'qish uchun ssilka ustiga bosasiz va ovozli darslarimizni eshitib, qonun yoki qaror bo'yicha bilimingizni rivojlantirishingiz mumkin. 323-sonli buyruqni ovozli darslarni o'qimoqchi bo'lsangiz, o'sha ssilka ustiga bosasiz va sizga tushuntirib ketilgan darslarimiz 152-sonli prezident farmoni kuzatuv kengashi dastlab eskisini o'qiysiz, chunki to'liq ma'lumotlar berilgan, eskisida yangisi, ya'ni tahrirlangan variantida unga o'zgartirish kiritilgani haqida ma'lumotlar bor. Shuning uchun ikkalasini ham o'qib o'rganamiz. 128-sonli buyruqni o'qimoqchi bo'lsangiz, sizga boshidan oxirigacha nuqma-nuqta har bitta qonun qarorlarimiz o'tilgan, lavozim yo'riqnomasini, ovozli darsni eshitmoqchi bo'lsangiz, hammasi to'liq o'rgatilgan, chunki sizga video chat vaqtida biz dars o'tayotganimizda boshidan oxirigacha o'qib bera olmaymiz. Shu sababli darslarimiz boshidan oxirigacha sizga tushuntirib o'tiladi. Sababi siz ertalabdan kechgacha ishda bo'lasiz. 18-songa qaror yetib keldik va o'qishga vaqtingiz bo'lmaydi. Shuning uchun sizga o'zimiz o'qib ovozli darslarni tayyorlab qo'yganmiz. Masalan, 996 ham juda ko'p. Ularning hammasi sizga mana o'qib tushuntirib berilgan qonun qarorlarimiz. Keyin o'qiysiz. Ikkinchi bo'lib pedagogik mahorat guruhimizda sizga deyarli 3-4 ta kitob o'qib berilgan. Ssilkani bosasiz. Maktabgacha pedagogika 2019-yildagi eng ko'p tushadigan savollarimiz mana shu kitobdan boshidan oxirigacha o'qilgan. Undan keyin tasviriy faoliyat kitobi ham boshidan oxirigacha sizga o'qib berilgan. Eng asosiysi pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslaridan boshidan oxirigacha test tuzilib, sizga boshidan oxirigacha mana shu kitobimiz o'qib tushuntirib ketilgan. Chunki juda ko'p ma'lumotlar bor bu kitobimizda. Hozir biz ekologik so'qmoq partial dasturini birinchi nashriga yetib kelganmiz va uni davom ettiramiz. Metodlar guruhimiz har bir faoliyatingizni metoddan foydalanishingiz aytib o'tilmoqda. Metodlar guruhi darsimizda har bitta faoliyatingizni metodlardan foydalanishingiz talab etilmoqda. Men sizga har bitta metodni avval o'qib tushuntiraman va uni ish faoliyatingizda qanday qilib o'tishingiz haqida misollar keltirib tushuntirib o'taman. Reproduktiv metod, produktiv metod, jami 20 bitta metod o'tilgan bo'lsa, har bittasini qanday qilib darsingizda foydalanishingiz bu yerda tushuntirib misollar bilan o'tilgan. Bu yerda hozir tushuntirish degan joyi bor. Mana misollar keltirilganda yo'l harakati mavzusida bundan qanday foydalanishingiz mumkin. Men rangli belgilar bilan sizga tushuntirib, o'sha metodni faoliyatga tatbiq etishingizga yordam berganman. Har bitta metodni qaysi faoliyatda qanday qilib o'tasiz buni, shuni sizga tushuntirganman. STEM texnologiyasini tanlaymiz. STEM texnologiyasi chuqur o'rgatilgan, uni tarixi kelib chiqishi. Har bitta metodni mana shu joyi sizga muhim hisoblanadi. Tushuntirish deb yozilgan. Shu joydan eshitadigan bo'lsangiz, u metodni qanday qilib siz faoliyatda qo'llashingiz sizga tushuntirib ketilgan. Keyin mana misollar bilan har bitta metod ko'rsatib o'tilgan. Misollar tariqasida siz bitta misol, ikkita misolda tushunmasligingiz mumkin. Undan keyin juda ko'p vaqtimiz olgan case study texnologiyasi. Juda muhim bu ham. Bu ham chuqur o'rgatilgan sizga. Metodlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Faoliyat darslari bu yerda hozir qadalgan xabarlarda darslarimiz juda ko'p. Sahnalashtirish kitobi o'qib berilgan. Har bitta mavzusi qadalgan xabarda bor. O'sha darslarini eshitasiz. Rasmi bilan, o'sha kitobni rasmi bilan tashlab qo'yilgan va o'qib berilgan. Kashta tikish haqida ma'lumotlar. Qog'oz turlari. Tabiiy tashlandiq materiallardan o'yinchoqlarni qanday yasashingiz mumkin? Papier-mashe usuli. Qog'ozdan qurilish yasash turlari. Qog'ozdan buklash yo'li bilan o'yinchoq yasash. Juda ma'lumotlarimiz ko'p hozir bu yerda. Eng asosiysi sanalashtirish kitobining boshlanish joyi bu yer. Bolalarda ekologik tarbiyani shakllantirish darsi va uni ovozli darsi tushuntirilgan. Sensor tarbiya. Bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish, elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish, nutq o'stirish faoliyati, tabiat bilan tanishtirish, atrof olam bilan tanishtirish faoliyatlari haqida va kerakli ma'lumotlar tashlab qo'yilgan. Slaydlar va kitoblarda siz o'zingizga kerakli bo'lgan qo'llanmalardan foydalanishingiz mumkin. Xohlasangiz vichkangizga tashlab beriladi, chiqartirib o'qish imkoniyatiga egasiz. Keyin o'qish uchun testlarimiz bor, o'qish uchun. Bu testlarimiz ham qadalgan xabarlarimizda mavjud. Juda ham muhim, ko'plari attestatsiya imtihonlarida tushgan bular. Tasviriy faoliyatdan, qiyinchilik tug'dirdi ko'pchilikka. Tasviriy faoliyatdan testlar tushib qolsa, bemalol mana shu testlarni o'qib o'rganishingiz mumkin. Bolalar psixologiyasi, umumiy pedagogika, bolalar nutqini o'stirish. Shunga o'xshab testlarimizni o'qib o'rganasiz. Endi chat guruhimiz eng muhim guruhimiz hisoblanadi. Bu yerga o'zingizni savollaringizni guruhda mana darslarimizni davom etsak, mana shu guruhlardagi darslarimiz haqida yozishingiz mumkin. Faqat chat guruhi bu yer, lekin har kuni ertalab bu guruhga 20 ta sizga savol tashlanadi, dushanbadan jumagacha ko'proq. Endi mana shu savollarni javobini siz ertalab men tashlaydigan bo'lsam, kechki payt 20:00 gacha javobini siz menga tashlashingiz kerak. Mana shu 20 ta savolni hozir biz shu attestatsiya imtihonida qiyinchilik tug'dirgan savolga har xil o'sha harakatli o'yin, sanalashtirish o'yini, didaktik o'yin, syujetli rolli o'yinlardan har xil qilib men 20 ta savol tashlab qo'ydim. Siz buni topishingiz kerak. Men sizga kechki payt 20:00 dan keyin javoblarini mana bu guruhga tashlayman. Mantiqiy testlar. Chunki bu guruhimiz o'sha mana shunga o'xshab tashlab boriladi javoblari. Sanalashtirish o'yinini mana ko'rdingizmi? Shunga o'xshab. Mana 20 ta savol tashlaganimdan keyin sizga men shunchaki buni tashlab qo'ydim. Mana 11-ni bu yog'i. Shunga o'xshab izohi bilan o'qiysiz, keyin tushunasiz. Bo'lmasam mantiqiy bilimingiz oshmaydi. Buni test usulida qilib bersam, yechib ketaverasiz sanalashtirish o'yini deb. Lekin buni siz izohini o'qiganingizdan keyin tushunasiz. Bo'lmasam bilimingiz oshmaydi. Mantiqiy bilimingiz izohini o'qiganingizdan keyin shakllanadi.
eng asosiy ustozlarimiz uchun eng yoqadigan guruhimiz bu testlar guruhimiz. Endi xohlagan vaqtingizda yechish uchun testlar tashlab boriladi. Xohlagan vaqtingizda testlarimizni yechib ishlab foydalanishingiz mumkin. Svet o'chib qoldi ustoz, bizda hozir test ishlashga imkoniyatim yo'q, ish qilyotgandim, u bo'lyotgandi, bu bo'lyotgandi deb ustozlarimiz testlarni o'z vaqtida yechmayapti. Mana 595 dan ham kerak bo'lsa mantiqiy testlar ko'pi. Tepadagisi oddiy test bo'lsa bular. Pastda mana mantiqiy testlar ketdi. Yana tashlab boriladi, bu hammasi emas. Endi mana bu yog'i ham tarbiyachining kasbiy kompetenti va mahoratidan mantiqiy testlarimiz ketyapti. Eng asosiy sizga attestatsiyada tushishi mumkin bo'lgan testlarimiz tashlab borilyapti. Juda ko'p testlar. Bularni yechib tugatib bo'lganingizdan keyin yana yangi testlar sizga beriladi. Guruhlarimizda tayyorgarligimiz boshlandi ustozlar. To'lovlarimiz boshidan oxirigacha, ya'ni attestatsiya tugagunga qadar 200 ming so'm to'lov qilasiz va guruhlarimizdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Xohlasangiz o'sha 200 ming so'm to'lovni 2 bo'lib, 15 kun, 20 kun ichida 2 bo'lib to'lash imkoniyatiga egasiz. Endi siz oylik to'lov qilmoqchi bo'lsangiz, boshida 2 oyimiz 50 ming so'mdan, undan keyin 70 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun ilojini qilib 200 ming so'm to'lovni qilib guruhlarimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bularning hammasi sizga qulaylik tug'dirish maqsadida. Mana shu qonun qarorlarimizni ustozlar bemalol xohlagan vaqtingizda, hozir sizga ozgina bo'lib silkada turibdi, lekin buni o'qishga juda ko'p vaqtinglar ketadi. Juda ko'p vaqt ketadi sizlarga. Mana shuncha ma'lumotni 4 oy, 5 oyda ichida o'qib tugata olmaysizlar. Ozga o'xshab ko'ringani bilan juda ko'p biz ustozlar bilan doim men bitta-bittalab hafta davomida darslarni tashlab ketgan bo'lsam, hamma guruhga ustozlarimiz bilan attestatsiya oxirigacha ba'zi kitoblarimiz o'qishga ulgurmasdan qolib ketgan. Shuning uchun xohlagan vaqtingizda tezkorlik bilan o'qiydigan ustozlarimiz bor. Masalan, hozir dekret ta'tilidagi ustozlarimiz bor yoki bo'lmasam otpuskadagi ustozlarimiz bor. Bemalol xohlagan vaqtingizda o'qishingiz mumkin, testlarni yechishingiz mumkin. Bitta qonun qarorini tugatdingizmi? Tugatganingizdan keyin uni testini yeching. Mantiqiy testlari bor. Bundan oldingi mantiqiy testlar guruhimiz bu. Sizga yana bu qonun qarorlaridan tashlab boriladi. Deyarli bitta qonun qaroridan 100 ta, 150 ta, 200 ta qonun qarorining katta kichikligiga qarab testlar qilib berilgan. Juda ko'p testlar bu yerda. 1000 ta, 2000 ta, 3000 tami, juda ko'pda bu yerda. O'sha testlarni yechib tugatishingiz kerak attestatsiya oxirigacha. Bular sizga tashlab beriladi. Birinchi ertalab aytganimdek 20 ta savol, undan keyin 20 ta uni javobi sizga tashlab beriladi. Izohi bilan o'qiganingizdan keyin bilimingiz oshadi. Ertaga attestatsiya imtihoniga kirganingizdan keyin har kuni o'z ustingizda ishlab ketyapsizmi? Demak, imtihonda ham test yechishga umuman qiynalmaysiz. Chunki sizda buning uchun bemalol o'sha bilimingiz yetarli bo'ladi. Mantiqiy salohiyatingizni oshirish uchun mana shu yuksaklik guruhimizdagi testlarimizni, ya'ni mantiqiy testlarimizni yechishingiz kerak. Guruhlarimizda darslarimiz boshlandi. Video chatlarimiz ham bo'lib o'tadi. Bemalol attestatsiyaga yuqori natijalar olish uchun tayyorgarlikni boshlashinglar mumkin. Sizlarga deyarli 90 ball olishingizga mana shu hamma guruhni o'qib tugatganingizda men kafolat beraman ustozlar. Darslarimiz tayyor holatda, xohlagan vaqtingizda ovozli darslarimizni o'qib, bilimingizni oshirishingiz mumkin.